Qashqadaryolik olimlar bahorning birinchi oyidayoq g'alla yetishtirishning uddasidan chiqishdi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Siz tasvirda ko'rayotgan bu manzaralar arxiv emas, balki shu kecha kunduzda olingan qaynoq kadrlardir. Tasvirlarning bu ko'rinishda ekanligining sababi xonadagi chiroqlarning ta'siri edi. Bu texnologiya speed breeding texnologiyasi bo'lib, ya'ni qisqa fursatda tezlashtirgan seleksiyani amalga oshirish hisoblanadi. Bizda hozir respublikada ilk bor bu texnologiya amalga oshirilib kelinmoqda. Pishib turgan bug'doyimiz yaqindagina ekilgan va hozirgi kunda yetib keldi. Buni biz hosil o'rim yig'imini boshladik. Mamlakatda birinchi tajribalardan bo'lgan ushbu jarayonlar 60 kunni o'z ichiga olib, natija ham kutilganidek bo'ldi, deydi yosh olim Nirzod Boysunov. Biz dalaga chiqazayotgan, biz hozirgiga yaratayotgan navlarimiz 100 sentnerdan kam bo'lmasligi kerak va biz olimlarning oldimizga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri oziq-ovqat xavfsizligiga to'liq qonuniy javob bera oladigan yangi bug'doy navlarini, avlodlarini yaratish hisoblanadi. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasida olib borilgan bu ilmiy tajribalar olimning fikricha kelgusida iqlim o'zgarishiga chidamli navlar yaratishda hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash loyihalariga keng qo'llanilishi ko'zda tutilmoqda. Endi aytaylik, qaysidir nav hosildor bo'lishi mumkin, lekin kasallikka chidamsiz bo'lishi mumkin. Yuqori hosildor bo'lishi mumkin, lekin qurg'oqchilikka chidamsiz bo'lishi mumkin. Va bu muammolarni hal etish maqsadida biz hozirda mana shu speed breeding texnologiyasi orqali duragaylash yo'li bilan olingan avlodlarni bitta navga jamlashga harakat qilmoqdamiz. Ya'ni issiqlikka, qurg'oqchilik, kasalliklarga chidamli barcha gen xususiyatlariga ega bo'lgan hosildor yangi avlod navlarini yaratish bizning asosiy maqsadimiz. Qahramonimiz bu bilan cheklanib qolmoqchi emas. G'alla bilan bir vaqtda boshqa dukkakli o'simliklarni ertapishar navlarini yaratish bo'yicha ham ilmiy tajribalar olib borib, bu ham kutilgan natijani berayotganini ko'rish mumkin. Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda agrar iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonlari jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Bu esa uning tarmoqlarida innovatsion faollikni rivojlantirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni izchillik bilan amaliyotga joriy etish asosida samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Natijada yangi navlarni yaratish jarayoni 2-3 barobarga tezlashib, hosildor va chidamli navlar olinmoqda. Bu yerda ekilgan barcha nav va tizmalar ya'ni duragay avlodlar hisoblanadi. Ya'ni biz bir butun navni ekmaymiz. Biz faqatgina qaysidir hosildor, dunyo genofondan foydalangan, mahalliy genofondan foydalangan holatda o'zimizning mahalliy iqlim sharoitiga eng chidamli bo'lgan navlardan yana ularni duragaylab mutlaqo chidamli, kasallik, zararkunanda va hasharotlarga chidamli bo'lgan navni yaratish hisoblanadi. Bu natijalarimiz sohadagi kichik muvaffaqiyatlardan biri. Rejalarimiz ushbu ilmiy natijalarimizni hayotga kengroq tatbiq etish, deydi Nirzod Boysunov. Va albatta ilm-fanga asoslangan tajribalar ko'p jihatdan yaxshi samara berishini esa bugungi jarayonlarning o'zi amalda juda ko'p bor isbotlamoqda.